Assalomu. Akajon, nima ish bu? Assalomu alaykum. Aka g'ish terish kerak. Beramiz aka. Loyishvoq qilish kerak. Qilamiz aka. Tom yopish kerak. Ha, kirasiz o'ylagan odam bizda. To'g'risizmi? Ha. Yana bitta problema bor ekan aka. Uyga tushuntirasiz akajon. Yuring, mashinani oching, bratan. Ustalarni ham kelgani yaxshi bo'ldi-da. Usta bola salatga qarang-a. Qani. Azamat, bu karab salatmi yo pomidor salatmi? Ko'rmayapsizmi usta bu? Usta bobojonlar, hozir osh topib kelaman. 1 minut. Azamat, kolani ham ta'mi o'zgarib ketdi. Jura. Qani. Yo bismillah. Aka devzilardan tayyorlayapsiz-da. Sergo'sh qilibsiz-da. Yashay. Azamat, go'shi bilan, jura, go'shi bilan. Oo! Qo'shuv bilan yeyman. Aqoram qo'shuv bilan. Usta bobo, ovqatdan keyin desertcha zo'r ketadi-da. Kelin staxraga. Akajon, zibachga ham bering ovqatdan keyin. Hozir. Mana uyingizda ishini ham qilib bo'ldik, biza qaytamiz, usta ratchot qilsangiz. Usta bobo, usta puli semishga barter qilsak bo'lmaydi? Bizda bir fura simishga nima qilamiz aka? Usta bobojon, ishlaganlaringizni ko'rdim men. Bir qop semishga ham arzimaydi. Yomon yerga urib tashladik bu Azamat. Sal qo'shing. Qo'shandasi, to'yonasi, bonisi, xolasiya, tog'asiya, pochchasiya, ustalarga, qudilarga ham mana. Hali ham simishgachilikka ishladik. Doktor urologdek ishlasak nima bilaking?